Assalomu alaykum, Yurgimiz biznes kanali a'zolari, yutkazib o'tuvchilari. Mana bugun 2025-yil 2-aprel. Yana katta Isuzuga dastavka qilish jarayoni Qarshi tumani fermerlariga gektariga 1 million so'mdan prezident dasturi bo'yicha subsidiya ajratilgan tuproq unumdorligini oshirish maqsadida bu hozirgi Yurgimizda paxta ishlov jarayonida beriladi. Shahrisabz Shudrin Shaydos MCJ. Mana 22 qopla 50 kilodan. Mana mana plashatga chiqaryapmiz, naman serga tushgan. Mana nam yoyib chiqamiz. Bu ham ilangan. Mana bu sergigani ortilyapti. 29 tadan bu yog'iga. Ha. Qara chapka tomon. Молодец. Erta nasib bo'lsa, xudo xolasa 9-10 gacha fermerga yetib boradi. Qarshi tuman fermerlari.